Shavkat, Tursun. Mana studiyaga kim keldi programmamizning ikkinchi qarorliq sonlari boshlanish oldi turibdi. Ajrining tegi oltin degandek, birinchi qarordagi har bir sonini bizning ko'rmalarimiz ajoyib yaxshi ko'rdi. Chunki hammamiz ko'p ajr qildik albatta. Programmamiz haqiqiy bir xalqning qalbidan o'rin olgan programma bo'lib qoldi-da. Ishonamanki, studiyaga kim keldi programmamizning ikkinchi qaroridagi har bir son ko'rmalarimizga yaraydi. Ens ko'rmalarimizni taqozo qilmay, studiyaga kim keldi programmamizning ikkinchi qarorining tunji soniga kelgan aziz mehmonimizni qarshi olaylikmi? Qani, marhamat. Yaxşımısınızlar, ben Şahnaz Abdullah. Bugün Studiya Kim Geldi programımızga dadamninki mestanesi bulup geldim. Dadamga medet belgili. Hello， 大家好，我是来自新疆艺术剧院歌剧团的歌手及音乐剧演员石春辉。今天能参加今天谁在录音棚的这一期节目，非常非常的激动和开心。通过这个栏目，可以近距离的看到自己的偶像。Mana Abdullahkam keldi. Abdullahga yaxshi bo'libmi? Muborak bo'lsin qadamlaringizga. Qani, marhamat. Abdullahga rahmat. Sizning bizning shu studiya kim keldi programmamizning ikkinchi qarorining tunji soniga qadam tashrif qilib berganingizga. Sizlarga rahmat. Bu tunji songa meni taklif qilganingizga ko'p rahmat. Javob tortyapsizlar. Shu studiya kim keldi programmamizga Abdullahkam taklif qilgancha, telefon qilaman-ku endi, to'g'risida bir paranglarimizni deyishayli deb qilsam, bir kichik bolaning ovozi bor. Abdullahkam navrisini o'yintatibdi-da, uydika deb bildim ham shuning qarta. To'xtamay naqsh etdi qarang. Voy. Gaplarni boshda deydi u. Ata, siz nada deb. Men Poloniyada desam, shu menga o'xshash javob qildi. Muzikalik teatr. Kichik vaqtimda ishlatganman to'qchi. Esimni bilsam, osh etdigan desa, o'g'indiq kichik bo'ldi degan. Bir naqshni g'ingishib o'g'indi ekanman. Aqllarim shanba jiqraq uxlamoqchi bo'lib qolsa, biz ben kichik vaqtda akamda bir cho'ng banchang deyapti to'qchi. Aytmasam faqat bo'lamaydi kelganda mundoq to'xtab deb yig'lab ketdim. Dadam bo'ynim bo'ldi. Birdan naqsh etmay tursin, uxlab olaylik deb ashla deb ketdi. Kichik vaqtimda esimda surma ko'zlaringga qora etib degan naqshlaringiz bor deyapti. Shu tunji qapliq o'naldingizmi? Men 91-yili bir 20 ga yaqin naqshlarni ratlab chiqib kunda mashg'ul bir oydak. Bir deychi do'stim bor mening. Ash Ardochoda deyxonasi bor. U ma shu Shankal o'yinchida ko'chirib taqdi. Ayliq qo'ysu qildi. İşte ko'chamiz pulni jiqtab bo'lmaydi. Uning berib 200 metr jiroqqa ketib, qarab turdi. Uni oldimda yo'g'o yengsham bor degan do'kondan. Gomba qo'yganda va zot beshim ko'k yetib ketdi. Ardochoda mening naqsham yang'irdi-da. Ammo shu uzundan beri biz o'ylab kelayotgan bir orzularimiz shu. Naqshlarimiz, muzikalarimiz bir xalq anglasa deb. Shu bir kun ichidila har yerda bu surma deganlik lenta qo'yildigan bo'lib ketdi oqshomgachalar. Shuningla bak qo'shildim. Davlat o'rtaq tilidimi? 3 plastinka chiqadingiz deyim. Ya'ni shu g'arbiy yurt Naqshi Shohi degan nom bilan sizni hammalar taniydi. Shuning uchun shu nomlarni oson qo'lga kelgan emasda. Davlat tilida 3 qatim plastik taqatdik. Uni ichida biri Muztaqdan kelgan mehmon temisida, birsi Osmoni yo'q shahar degan nomda taqidi. Bu ma Huayu Jin Changpian degan bir mukofotga erishdi shu. Ondan yaqin kishisi bo'lamdi sir to'kadigan. Bu bizga to'kanmagan sirni cho'qim yana bir odamga to'kish kerak yoki sirdish kerak. Shunga biz bola vaqtida eng yaqin do'sti bo'lishimiz kerak deb o'yladim. 2023-yili
islat va ejitish yo'l qo'yilgandan buyon 45 yilda Abdulla Abdurahim akamizning Jungo naqshi usul o'rinda san'atidagi ko'rinarlik natijasiga xalqaro madaniyat almashtirish qo'shgan ko'rinarlik to'kpisiga asosan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Dunyo g'ayri moddiy madaniyat meroslarini qo'g'dash fondi jamiyati Abdulla Abdurahim akamga varislik qilish, yangilik yaratish, madaniyat ulgusi degandek sharafli nomlarni badi aka. Bak hoş buldum, ben heyecanlandım. 30 neçe yıl, 40 yılga yaqin şu san'at sohasida izlanganlarimiz tatqan jafolarımızdan bir Jungo her millat xalq tarafidan e'tirofga ilingani uchun ayt hoş buldum. Albatta Abdulla aka, mushu nom sharaflarga siz loyiq. Rahmat sizga. Biz shundaq bir aziz mehmon taklif qildikki, u sizning mastoningiz bo'lib, naq maydonimizga keldi. Qiyni amsa singlim, marhamat. Sizning qizingiz sizning eng yaqin mastoningizda. Shuning uchun Shahnozni siz bilan bir naqsha aytib bersa degan umidda taklif qildik, ha Shahnoz singlim. Qiyni marhamat. Ikimiz amsa shu kat demagin degan naqshini birga aytaylik qizim. Ma'qul. O'tirdiki. O'tirganlikqa jarishingdan keyin. Men boshlasam. Kattimigin degan. Men boshlay, uni kaydan. Shu ishtaq misrani. Yeni hasretin o'tir yanangda asli. Ko'rib turay jigan. Uni kaydan men 4-chi misrasini bilib qo'shdim, ha? Hop.
yeningdan fakat Arçuğumla sürüysen unutamaz ben seni tabi kep yüzmigin yeningdan meni rost ketkim yok yeningdan fakat